koşullarıdır. Restoranlarda xudini yo'qotgan holda o'ynab sakrab, qaynab qizib yashayotgan bu bayqushlarning qarmoqqa ro'yalti jushqundek ko'ringan bilan amaliyotda ular turmushidagi ma'nisizlikni sezgurlarini g'idiqlash usuli orqali yengishga urinayotgan bechora insonlardir. Bu xil beg'amlik ro'yi tushkunlikdir. Bundaq turmushga ko'nikkan kishilar ma'nisining bor yo'qlik bilan hisoblashmay Külayli do'stlar deb kalvalarcha kulib yayraydi. O'ynayli do'stlar deb xudini yo'qotgan holda majburiyatini unutgan holda beg'amlarcha o'ynaydi. Yashayli do'stlar deb nishonsiz maqsadsiz holda nadonlarcha yashaydi. Ko'p sonliqlarga o'rtaq bo'lgan bundaq turmush kasal ro'yalatining ijtimoiy psixikadagi sağlamsızlıkның ifadesi. Bundaq normalsızlıktan kesel cemiyet şeklinde. Turmuş krizisiga patkan mecruh aileler, illiqlik yo'qab parçalanıp ketayotgan baxtsiz aileler, mas'uliyatsiz dadalar, axloqsiz analar, pul va huquq qo'yida xudini yo'qotib qo'yayotgan talay kishilar ko'ngildagidek ta'lim-tarbiya muhitiga erisholmay, cho'lponlarni cho'ng bilish bilan qalbini avundirib cho'ng bo'layotgan bechora bolalar dal mushundaq kasal jamiyatning ro'y dunyosi yemirilgan qo'rqinchli qo'shullardir.